Barchaga salom. Market Look, ya'ni bo'lib o'tgan haftani keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, biza HTF, ya'ni High Time Frame ga o'tadigan bo'lsak, biza bu yoqda haftalikda ko'rgandek, bu yoqda ya'ni umumiy range zona bor, ya'ni range holatga narx kirib qo'ygan. Asosiy target ushbu zona va yaqin bo'lgan targetlardan bittasi, ya'ni 2 low, ya'ni teng minimum yaratgan ushbu minimum hisoblanadi. Demak, kunni ichida, ya'ni katta time frame da kontekst aniqlaydigan bo'lsak, biza shunchaki inversion ichidan, ya'ni fair value gap, ya'ni ushbu muammoli zonani ichida yurgandik, ya'ni juma kuni gap bilan ochilgandi true daily opendan va narx atrobotkasi shunchaki ushbu zonani ya'ni buzib o'tishiga sabab bo'lgan. Ya'ni tabiiy holat, dushanba kuni bizada katta ehtimol bilan test va kun shunchaki classic buy day bo'lish ehtimoli juda ham yuqori edi, yoki shunchaki kun PDH yoki PDL yechish maqsadida harakatlanishi mumkin edi. Ya'ni PDH rate bo'lgandan so'ng narx PDL yoki yaqin bo'lgan compression zonalar yechgandan keyin kun katta ehtimol bilan range. Demak, kelinglar kichik time frame ga o'tib ushbu kunni birgalikda ko'rib chiqamiz. H1 time frame, demak bo'lgan zonalarni ko'rib chiqamiz. Ushbu holatda, ya'ni juma kuni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni inversion fair value gap va zona atrobotkasi prям ideal bo'lgan. Ya'ni narx reaksiya olishi uchun biza tabiiy holat London sessiyasida ushbu kunda, ya'ni long pozitsiya qarashimiz mumkin edi. Menga to'g'risi unaqa zo'r model bergani yo'q, ya'ni o'zimga konfirm bo'lgani yo'q. To'g'ri, target PDH bilan qarashimiz mumkin edi, ya'ni previous day high bilan yoki yaqin bo'lgan zona Asia high, ikkalasi bir-biriga yaqin. Katta ehtimol bilan bizlarda PDH yechilishi aniq edi bu kunda va London sessiyasida biza model qarashimiz mumkin edi, ya'ni long pozitsiya uchun va ichki, ya'ni likviddan yechilgan ushbu kunda. Kichik time frame ga o'tadigan bo'lsak, biza ideal, ya'ni kontekstni ko'rishimiz mumkin. Bizada ya'ni boss bor va bizada fair value gap va ichki likvid yechilishi bilan birgalikda keyingi, ya'ni fair value gapdan test, ya'ni confirm bothdan so'ng, ya'ni double exposedan so'ng savdo bitimini ochishimiz mumkin edi. Ya'ni narx ushbu zonani atrobotka qilgandan so'ng, ya'ni biza ko'rishimiz mumkin manipulyatsiya zonani kun akkumulyatsiya bilan o'tmoqda. Ya'ni bizada zo'r, ya'ni ushbu juma kuni yechilishini ko'rishimiz mumkin. Compressions va Asia high yaratgan va ushbu zona, ya'ni manipulyatsiya uchun akkumulyatsiyadan so'ng manipulyatsiya ko'rishimiz mumkin va manipulyatsiyadan so'ng biza disruption uchun model qidiramiz. Bu tabiiy holat. Biza ushbu kunda yaqin bo'lgan, ya'ni fair value gap ko'rishimiz mumkin. Fair value gap bracket qilgan. Agar bu siz uchun asos bo'lmasa, bizada ideal bulls ko'rmadik bu yoqda. Bu yoqda endi rate uchun zona ham bor edi, ya'ni likvid yechilgandi. Tabiiy holat, siz bu yoqda ikkalanasiz, ikki tomonlama, ya'ni bizada manipulyatsiyani ko'rishimiz mumkin va bir narsa asos bo'lishi kerak bu yoqda, ya'ni biza fair value gap ichidagi soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, ichidagi likvidni yechganmiz va yechgandan so'ng biza ideal reaksiya bilan, ya'ni double expose, ya'ni so'nggi, ya'ni bossni ko'rishimiz mumkin ushbu holatda va ushbu holatda market bilan kirishimiz mumkin yoki fair value gap test qilgandan so'ng yana ham konfirm bo'lardi. Stop loss endi o'zingizga bog'liq. Agar xohlasanglar ushbu minimumga, ya'ni tasdiqlangan investment bo'lib qolgan, ya'ni tasdiqli minimumga stop loss qo'ygan holatda target PDH bilan ushlashingiz mumkin edi. RR nisbati 2.5 deylik 1% risk bilan kirganinglarda ham
katta ehtimol bilan 2,5% bilan ya'ni dohodda chiqib ketardinglar. Bu fiksatsiya zona agarda sizlar ushbu reytda cho'chiydigan bo'lsanglar, ya'ni qo'rquv paydo bo'ladigan bo'lsa, maslahat bergan bo'lardim. Fiksatsiya, ya'ni 70% ni fiksatsiya qilgan holatda stop loss BU yoki iloji boricha BU holatiga keltirib qo'yganingiz yaxshi, chunki narx отработкасы deyarli 70% konfirmi berib bo'ldi. Sizlar bu 70% fiksatsiya qilishingiz shart bo'ladi. Agarda narx BU qilmasdan yoki shunchaki bittimni qoldirib qo'yadigan bo'lsanglar, balkim agarda ushbu holat range'ga o'tib ketadigan bo'lsa, shunchaki zona o'zini o'zi отработка qilgan holatda, ya'ni likvidini yechgan holatda reversal paydo bo'lishi bu omadsiz, ya'ni market uchun. Ushbu kun, ya'ni classic buy day va ko'rishimiz mumkin, juda ham katta ehtimol bilan range bilan kun o'tgan, o'sha yerda o'tganimdek va yarim error ishlashimiz mumkin. Seshanba kuni, demak, H1 time frame ga o'tadigan bo'lsak, bizda hech qanaqa bir poysiz yurish boshlangan va agarda biza fair value gap inversion deb oladigan bo'lsak, ushbu zona ichki likvid yechilishi bilan tasdiq beradigan bo'lsa va target deylik xuddi dushanba kundagiga o'xshagan holat, bizada inversion fair value gap ko'rishimiz mumkin va gap, ya'ni отработка qilmagan bu yoqda va inversiondan reaksiya olingan. Mana ushbu holat, lekin unchalik ham asos deb ololmayman buni. Ya'ni hech qanaqa bir ideal boss ko'rmayapman bu yoqda. Va shuning uchun bu kunni men klassik, ya'ni classic buy day yoki sell day'likni aniqlamayman va skip, ya'ni kunni shunchaki o'tkazib yuboraman. Demak, chorshanba kuni qanaqa savdo bitimini ochsak bo'lardi degan savolga javob beraman. Demak, menda ushbu kunda short pozitsiyam bo'lgan, ya'ni FOMOSda kichik time frame ga o'tib ushbu, ya'ni short pozitsiyamni oddiroq ravishda tushuntirib beraman. Bizada seshanba kuni ya'ni likvid yechilishi bilan reaksiya, ya'ni buy side, ya'ni kunni high'ni yechishi bilan ko'rgandik va ushbu kun o'zi umumiy holatda olib keladigan bo'lsak, bizada ideal, ya'ni likvidlar yechilib, ya'ni long pozitsiyaga asoslar ko'paydi. Ideal tarzda, ya'ni kontekst longga beryapti. Menda ushbu kunda sal longga emas, ya'ni shortga ushbu, ya'ni ikki taraf likvid yechilishi ko'pincha holatda range'ga sababchi bo'ladi. Lekin ushbu kunda men range ko'rmadim. Sababi bizada, ya'ni ushbu eng oxirgi minimum deb oladigan bo'lsak, agressiv narx buzilishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni short uchun ushbu kundagi, ya'ni True Daily Open'dan keyin Asia High va minimum chizilishini ko'rishimiz mumkin. Agarda buni red holati bilan oladigan bo'lsak, tabiiy holat bizada maksimum ham red holatini keltirib chiqqan. Newsdan oldin bizada ushbu fair value gap shunchaki agressiv buzilish bilan va ichki model shunchaki bizada shortga asos bo'la olgan, ya'ni bitim ochishimizga va ushbu kunda ko'rishimiz mumkin, ya'ni fair value gap, ya'ni buzilgandan so'ng bizada, ya'ni ichki likvid yechilishi va shunchaki men kichik time frame ga kirgan holatda, ya'ni M1 da asos bilan M1 time frame ga o'taylik. M1 time frame da ko'rishingiz mumkin. Rate holatidan avval ushbu inversion, ya'ni M5 time frame'dagi gaplar ketma-ketlikni qoplagan holatda va men confirm topdim.
ya'ni BC shunchaki buzilib yuborildi gap bilan va ushbu holatda mana savdo bitimim ochildi. Stop loss, ya'ni oxirgi, ya'ni narx отработкасidan oldingi 5 minutlik time frame ni ko'rsatib o'tdim. Ya'ni ushbu gapning testi va undan yuqori bo'lgan, ya'ni fair gap maksimumiga qo'ydim. Juda ham kichkina stop loss, lekin target katta ko'rishingiz mumkin. Ya'ni targetim qat bo'ldi. Target manda asosiy target manda ya'ni hafta ochilishdagi minimum bo'ldi. Ya'ni haftalik ochilish maksimum chizilgan. Men bilmayman, endi misol uchun likvid yechilishi bilan oladigan bo'lsak, bu zonalarni agarda haftani low'ini chizgandan keyin biz yana range ga kirib qolardik. Ya'ni 30 minutlikdan keyin bizani toshqin vaqti bilan 23:30 dan so'ng juda katta ehtimol bilan, ya'ni midnightda range ga kirib qolish mumkin edi. Shunga yaqin targetga bitta take profitimni qo'ydim. Ikkinchi take profitim menda PVL bo'ldi. Ya'ni o'tgan haftani low edi. Lekin narx o'tgacha yetib bormadi. Ko'rishingiz mumkin va shunchaki SMT holati, ya'ni funt bilan SMT bo'lgan holatini ko'rgandan keyin narx отработкасы zo'r, ya'ni fair gap test qilib reaksiya olgan, agressiv narx tushishi, lekin rate holatini hisobiga shunchaki men ushbu holatlarda chiqib ketdim. Ya'ni juda ham katta take profit ni olib qaraydigan bo'lsak, agarda ushbu holat 8,5-9 deb hisoblasak ham bo'ladi, chunki fiksatsiya hisobida yana teparoqda yopgandim. Aniq esimda yo'q. Kanalga screenshot tashlab qo'yganman. Va bugun take profitli kun bo'lgan, ya'ni ana o'zimda. Demak, biz keyingi kunni ko'ramiz. Ya'ni payshanba kuni qanaqa savdo bitimini ochsak bo'lardi. Hali ham o'sha kontekst, ya'ni bizda likvid yechilishi haftalik time frame da juda ham ideal, ya'ni likvid yechilishini ko'rishimiz mumkin. Asosiy target hali ham o'sha, ya'ni 2 yil low bo'lgan minimum va ushbu kun, ya'ni ushbu zonada biz inversionni ham ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi, ya'ni yaqin bo'lgan target deb olishimiz mumkin. Va umumiy target bizda, ya'ni sell side likvid katta time frame da, ya'ni umumiy kontekstda. Demak, ushbu kunda qanaqa savdo bitimini amalga oshirsak bo'lar edi. Demak, ushbu kunda, ya'ni menda savdo bitimi bo'lmagan. Ya'ni ushbu kunda menda savdo bitimi bo'lmagan, lekin ideal savdo bitimini ochsak bo'lardi. Ideal. Misol uchun deylik, biz Fomusda shunchaki ya'ni short yurishini ko'rdik, to'g'rimi? Asosiy targetimiz bor, haftalik lowgacha ya'ni narx yetib bormadi. Ya'ni 2 yil low umumiy targetimiz bor, to'g'rimi? Va o'tgan haftani low'ini yecha olmadi. Yana ham yaqin bo'lgan target zona bor bu kunda. Shunchaki asos nima deydi? Asos BC, ya'ni bu BC bizda narx отработкасы ideal bo'lmaganda, Aziyadan keyingi, ya'ni frank, ya'ni agressiv narx yurishi bilan bizni yuborgandi. Buni inversion fair value gap deb oladigan bo'lsak, inversion fair value gap ideal tarzda, ya'ni narx отработкасini qilib bergan. Va stop loss shunchaki ideal tarzda bo'lardi agarda kichik time frame o'tadigan bo'lsak. Ya'ni biz kunni hayni tupa chizganimiz yo'q, tabiiy holat. Biz albatta fair value gapni отработка qilgan holda
ko'rishimiz mumkin. Biza discount zonadan, ya'ni umumiy, ya'ni kontekstni oladigan bo'lsak, biza discount zona deydi. Ya'ni umumiy kontekst discount zonada edi. Va narx, ya'ni harakatlanishi discount zonada 2x holatda, ya'ni 2 marotaba konfirm bor va 3-chi konfirm deb oladigan bo'lsak, ushbu holat, ya'ni modelni biza bemalol, ya'ni shortga bitim qarashimiz mumkin. Men shunchaki Fomus menga juda ham katta doxod olib keldi. Savdo bitimidan chiqib ketdim. Menga 3,5% adashmasam, 3% dan, ya'ni 10 klik shotdan 3% lik doxod olib keldim. Menga shuni o'zi yetadi. Menga ortiqcha, ya'ni savdo bitimi kerak emas. Ya'ni payshanba kuni men skipda o'tkazdim, ya'ni grafikni umuman ochganim yo'q. Va hozir ushbu holatni ko'rganda men o'zim bitta narsani ko'ryapti, ya'ni ideal model, ya'ni short pozitsiya uchun. Kelaylik kichik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, ushbu kunda qanaqa savdo bitimini ochsak bo'lardi. Kichik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, ya'ni umumiy kontekst bizda, ya'ni 50% lik, ya'ni discount zona yana bir marta test holatda ko'rishimiz mumkin va liquid yechilishi va inversion fair value gap bizda asos bo'la oldi. Ya'ni kunni highni chizishga asosiy sabab bu discount zona bo'lsa, ya'ni juda sekin high chizilishi uchun ichki model bizda inversion va plus model, ya'ni liquid yechilishi. Ideal tarzda agarda siz uchun bu holat konfirm deb bilmasangiz, ya'ni model qidirishda muammo bo'ladigan bo'lsa, oxirgi, ya'ni ushbu holatdagi boss va yana bir marta sizga konfirm kerak bo'ladigan bo'lsa, maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni umumiy, ya'ni strukturadagi ichki strukturani olinglar, tashqi struktura buzilgandan so'ng, ya'ni konfirm bo'la oladi. Chiqdi zona, narx отработка qildi, kichik fair value gap, ya'ni yaxshilab qaraydigan bo'lsanglar, va gapni o'zi ham bor, test qilingan. Shu holatda men o'zim shaxsan savdo bitimiga risk qilgan bo'lardim. 1% yoki 0,50% risk qilsang ham arziydi shu holatga. Target, ya'ni PDL va haftaning lovi PVL bo'ladi. Asosiy target bizda aniq, ya'ni umumiy target. Targetni kichkinaroq qolardim, chunki men daily traderman. Pozitsiyamni ertangi kunga qoldirmayman. Biroz narx yetib kelgan, bu bilan kun tugagan. SMT bu tabiiy holat, ya'ni funt bilan ko'radigan bo'lsanglar. Va targetni katta ehtimol bilan men PVL ga qo'yardim. PDL emas, chunki SMT hisobida bu reaksiya bo'lingan, bu ham high building liquid hisoblanadi va ushbu kun yechilish ehtimoli juda ham yuqori. Ideal tarzda savdo bitimi RR nisbati 1.7, 1.5 da ham yopsanglar ham, ya'ni sal teparoqda yopsanglar ham juda ham ideal savdo bitimi bo'la olar. Demak, bu kun, ya'ni payshanba kuni shunaqa savdo bitimini ochishingiz mumkin edi. Kelaylik so'nggi, ya'ni juma kundagi savdo bitimini ko'rib chiqamiz. Ya'ni menda ushbu kunda savdo bitimim bo'lgan edi. Birgina bunda emas, Nasdaqda ham bo'lgandi. Uni Instagramda oyni ko'rsataman. Ya'ni savdo bitimim bo'lganligi tushuntirib beraman. Daily positionda. Xo'p, target hali ham o'sha eng minimum, ya'ni yaqin bo'lgan target. Asosiy targetlardan bittasi o'sha aytib o'tganimdek inversion fair value gap. Lekin narx hali bu yerda test qilmagan inversion fair value gapni. Shuning uchun biz ichki liquid hozircha yechdik. Shu kunda menda buy pozitsiyam bo'lganda ushbu kunda, lekin bu bilan chiqib ketdim.
to'g'ri, kelinglar oldin kichik time frame'ga o'tib qaraydigan bo'lsak, manda ichki, ya'ni range holati edi bu yoqda. Ko'rdinglar bu yoqda, ya'ni fair gap test qilinganda va buy side va ichki sell side bor edi, ya'ni liquid rate holatda edi va umumiy internal va external bor. Internal yechilishidan keyin biza katta ehtimol bilan external tarafga yo'l olishimiz kerak. Lekin internal liquid yechilishi bitta asos deb oladigan bo'lsak, bu yerda ketma-ketlikni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni internallar ketma-ketlik yechilishini ko'rishimiz mumkin. Aynan ushbu holatda. Men BU da chiqqanman ushbu kunda. Savdo bitimim, ya'ni ushbu holatda bo'lgan. Ya'ni long pozitsiyam bo'lgan. Demak, ushbu kunda qanaqa savdo bitimini ochdim. Soddaroq ravishda tushuntirib beradigan bo'lsam, demak, internal yechilgandan so'ng, ya'ni manipulyatsiya deb oladigan bo'lsak, kunni, ya'ni daily open high chizilishi ham manipulyatsiya bilan va xuddi dushanbaga o'xshagan holat. Faqatgina bu eng yaqin bo'lgan targetni yechib ketganda men take profitimni olib ketardim. Chunki kunni highni tasdiqlab ketardi, ya'ni kun o'zini o'zi likvidini yechib ketgan hisoblanardi, ya'ni Asia high yechilardi. Ya'ni external yechilmasa ham demoqchiman. 70% mi yopsam ham bo'lardi, ya'ni plusda turdi ushbu holatda ham. Hech qanaqa bir marketga inkor qilmayman, chunki qarshi ketmayman. Sababi nimaga? Market o'zi xohlagan ssenariyni tuzadi, ya'ni SMT bo'ldi. Narx shunchaki short yurib beradi. Bizda unga 1010 lotlar yoki katta ob'yemni bitim ochsak ham, misol uchun bizani pulimiz yoki bizani propdagi pullarimiz rol o'ynamaydi. Sabab bitta, ya'ni market o'zi uchun kontekst yaratadi va ushbu kontekst ichida ma'lum bir zonalarni atributka qilgan holatda asos yaratib, ya'ni short yoki long yurishini davom ettiradi. True daily open, ya'ni juda swing yoki low'ni aniqlab olish barchada birdek muammo. Shu qatorda menda savdo bitimim ochilgan bo'lsa ham, bu bilan kunni yopdim. Va menda ushbu holatda qanaqa bo'ldi? Ya'ni savdo bitimim qanaqa bo'ldi? Double expose, ya'ni birinchi konfirm qaradim, bu yerda ideal emas edi va ikkinchi konfirmdan so'ng, ya'ni bu yerda fair value gapni ko'rishimiz mumkin. Ushbu holatda fair value gap, ya'ni atributkasidan so'ng narx ideal, ya'ni agressiv yurish bilan disbalans yaratgan, ya'ni BC agarda atributka qilganda men shu yerda market bilan kirgan bo'lardim. Stop loss juda ham minimal, chunki ushbu holatga qo'yish ehtimoli ko'proq edi. Sababi bu minimum уже atributka qilib bo'lgan zonani yana ham konfirm bu zona deb olishimiz mumkin. Chunki nimaga? Bu yoqda asos bor, fundament bor. Iloj bo'lsa bu yoqqa qo'yish yana ham logikaga to'g'ri keladi. Take profit yaqin bo'lgan take profit bizda kunni high, lekin meni asosiy targetim bor edi. Bu target 6-3 error beradigan bo'lsa, ideal tarzida savdo bitmaydi bu kuni. Bilmadim nima uchun men agarda bu holatda yopmadim. 3-4 error ham yomon emas edi. O'sha oxirgi maksimum korreksiya bergandan keyin rate bo'ldi. Yana bir marta 10 minut ichida ushbu zonani yana qayta yechib, keyin reversal paydo qildi. Ya'ni ichki zona yechilgandan so'ng, ya'ni market structure breaker, ya'ni boss holatda va test ko'rdim. Va shunchaki bu qo'yib qo'ydim. Bu ya'ni narx olib ketdi. Bu yerda 3 lotim bor edi. Adashmasam 250 yoki 300 dollarga yaqin plusim bor edi shu holatda. Market haq nima deymiz? Xatolar hammada ham bo'lib turadi. Buni endi xato deb olib bo'lmaydi. Ideal pozitsiya menejmenti va risk menejmenti.
Pomuz Egg, payshanba Ski, dushanba dushanba, seshanba holatlarini ko'rdinglar. Market bizga har kuni pozitsiya uchun moment beradi. Просто logika to'g'ri va konteksti to'g'ri aniqlay olsak, asosiysi juda swing high yoki low'ini to'g'ri aniqlay olsak, biza foydali savdo bitimi bilan chiqib ketamiz. Barchaga rahmat. Boshlanayotgan, ya'ni kirib kelayotgan yangi hafta barchaga birdek omadli kelsin. Keyingi hafta, ya'ni yakshanba kuni market lookda gaplashamiz. Charchamaydi.